Hamma narsalarning ibtidosi Big Bang. Koinot yaralishi va abadiy emasligi haqidagi g'oya. 20-asr o'rtalariga qadar ko'pchilik olimlar koinot cheksiz va boshlanishi yo'q deb o'ylashgan. To Einsteinning nisbiylik nazariyasi gravitatsiyani yaxshiroq tushuntirmaguncha. Edwin Hubble ham galaktikalar bir-biridan tobora uzoqlashayotganini sezgan. 1964-yil tasodifan ilk koinot yodgorliklaridan bo'lmish kosmik fon nurlanishi kashf qilindi. Bu orqali boshqa aniqlangan dalillar bilan birga Big Bangni teoriya sifatida qabul qilishdi. Shundan so'ng Hubble teleskopi kabi zamonaviy texnologiyalar bizga Big Bang va koinotning tuzilishi haqida yaxshiroq tasavvurlarni berdi. So'nggi tadqiqotlar hatto shuni ko'rsatdiki, koinotning kengayishi tezlashmoqda. Ammo Big Bang o'zi qanday ishlaydi? Qanday qilib bir narsa yo'qdan bor bo'ladi? Keling hammasini ko'rib chiqamiz. Hozir boshlanishni chetga surib qo'yamiz. Birinchidan, Big Bang portlash emas. U fazoni hamma tomondan kengayishi. Koinot juda kichik bo'lgan va birdan tez kengayib, futbol to'pi kattaligiga erishgan. Koinot hech qayerga kengaymayapti. Fazo shunchaki o'ziga o'zi kengaymoqda. Koinot qanday qilib qayergadir kattalashib borishi mumkin? Chunki unda chegara yo'q. Izoh bilan aytganda, koinotning tashqarisi yo'q. Koinot shunchaki o'zida issiq va zich sharoitda juda qisqa vaqtda paydo bo'lgan zarrachalarda energiya o'zini ko'rsatadi. Glyonlardan bir-birini yo'q qiladigan kvark juftliklari yaraladi. Ehtimol ko'proq glyonlarni chiqargandan keyin ular ta'sir qilishi uchun boshqa qisqa yashovchi kvarklarni topadi va yangi juftli kvarklar va glyonlar paydo bo'ladi. Materiya va energiya nafaqat nazariy jihatdan teng edi, balki harorat juda issiqligidan ular deyarli bir xil narsa edi. Xuddi shu vaqt atrofida materiya antimateriya ustidan g'alaba qozonadi. Hozir biz deyarli hech qanday antimateriyasiz faqat materiya bilan qoldik. Qaysidir ma'noda 1 milliard bitta materiya 1 milliard antimateriyaga qarshi edi. Koinotda bitta umumiy kuch o'rniga turli qonunlari bor bir qancha kuchlar shakllandi. Hozir koinotning radiusi 1 milliard kilometrgacha cho'zildi va bu esa haroratning tushishiga olib keldi. Kvarklarning yaralishi sikli va energiya aylanishi birdan to'xtadi. Endi bizda borlari haqida gaplashamiz. Kvarklar yangi zarrachalar, hadron, proton, neytronlarni shakllantirishni boshladi. Har xil turdagi hadronlarni hosil qilish uchun turli kvark kombinatsiyalari mavjud edi, biroq kam miqdordagilari uzoq vaqt mobaynida qolishga moyil edi. E'tiboringizni qaratishni so'rab qolaman, chunki boshlanishidan atiga 1 sekund o'tdi. 100 milliard kilometrgacha cho'zilgan koinot endi neytronlarni protonlarga parchalanishi uchun yetarlicha sovuq edi. Natijada ilk atom gidrogen yaraldi. Koinotning shu paytini issiq sho'rva sifatida tasavvur qiling. 10 milliard Selsiydagi sanoqsiz zarrachalar va energiya bilan to'la. Bir necha daqiqa ichida narsalar juda tez sovib, qulaylashib qoladi. Hadron va elektronlardan tuzilgan atom stabil va elektrik neytral sharoit hosil qiladi. Ba'zilar buni zulmat asri deb nomlashadi. Chunki yulduzlar hali yaralmagan va gidrogen gazi ko'rinadigan yorug'likni harakat qilishiga to'sqinlik qilardi. Shoshma. Ko'rinadigan yorug'lik? Ha, chunki uni hali ko'ra oladigan ko'zlar yo'q edi. Million yillardan so'ng gidrogen gazi bir yerga to'planadi va gravitatsiya unga katta bosim o'tkazib, yulduz va galaktikalar shakllanadi. Ularning radiatsiyasi gidrogen gazini plazmaga aylantiradi. Bu butun boshli koinotda sodir bo'lgan. Ana endi yorug'lik bemalol harakat qila olishi mumkin edi. Axiri yorug'lik chiqadi. Yaxshi, lekin biz ta'kidlamagan qismimizchi? Ayni boshlanishida nima sodir bo'lgan? Bu qism Big Bang deb ataladi. Biz bu yerda nima bo'lganini to'liq bilmaymiz. Bu nuqtada uskunalarimiz ishdan chiqadi. Tabiat qonunlar ishlamaydi. Hattoki vaqt chalkashib ketadi. Bu yerda nima bo'lganini tushunish uchun bizga Einsteinning nisbiylik nazariyasi va kvant mexanikasini bog'lovchi umumiy tenglama kerak bo'ladi.
Uni ustida son sanoqsiz olimlar ishlashmoqda. Lekin baribir bu bizga ko'plab javobsiz savollar tug'diradi. Bizdan oldingi koinotlar qani? Nima? Bizniki bittami? Big Bang'ga sabab nima? Yoki shunchaki biz bilmaydigan qonunlar orqali tabiiy ro'y berganmi? Biz bilmaymiz, balki hech qachon bila olmasmiz. Lekin shuni bilamizki, biz bilgan borliq shu yerda boshlanib, zarralar, galaktikalar, yulduzlar, yer va sizni yaratdi. O'lik yulduzlardan yaralgan ekanmiz, biz koinotdan ajralib chiqqanmiz. Biz uni bir qismimiz. Hattoki bemalol ayta olamizki, biz koinotni o'zini o'zi ifoda etish shaklimiz. Xo'sh keling uni ifoda etishni davom ettirib, hech qanday savolga o'rin qoldirmaymiz.